Ertaga 2 avgust yakshanba kuni O'zbekistonda qanday ob-havo bo'ladi? Diqqat, xalq, tezkor xabar. Ertaga 2 avgust yakshanba kuni O'zbekistonda anomal issiq ob-havoning eng yuqori nuqtasi saqlanib qoladi. Respublika bo'ylab havo kam bulutli va mutlaqo quruq bo'ladi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, ertangi kunduzgi harorat ko'rsatkichlari quyidagicha. Hududlar bo'yicha kunduzgi harorat: Toshkent shahri va markaziy viloyatlar kunduzi +38 +41 darajagacha qiziydi. Kechasi biroz salqinlab +23 +26 gradus atrofida bo'ladi. Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Surxondaryo eng yuqori jazirama +42 +43, cho'l zonalarida ayrim joylarda +45 darajagacha yetadi. Farg'ona vodiysi jazirama issiq davom etadi va harorat +39 +41 darajagacha ko'tariladi. Qoraqalpog'iston va Xorazm shimoliy hududlarga asta-sekin salqin havo oqimi yaqinlashib, hisobiga harorat biroz pasayadi. +35 +38 daraja atrofida bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.